Migren bosh og'rig'i haqida eshitganmisiz? Migren boshning bir tomonida kuchli og'riqlarning paydo bo'lishi, tez-tez takrorlanib turishi bilan kechuvchi og'riqlar asosan ko'zda, peshonada va chakkada kuzatiluvchi, quloqlarda shovqin va ko'ngil aynishi bilan xarakterlanadigan nasliy kasallik hisoblanadi. Xalqaro bosh og'riqlarini o'rganish jamiyati bergan ma'lumotlarga ko'ra, migren kasalligi ayollarda erkaklarga qaraganda 2-3 barobar ko'p kuzatiladi. Afsuski, migren bilan kasallangan bemorlarning 20%gina vrachlarga murojaat qilishadi. Qolganlari esa bosh og'riq xurujlarini, kuchli og'riq qoldiruvchi tabletkalarni betartib ichib yurishlari bilan kifoyalanishadi. Odatda og'riq xurujlari 4 soatdan 24 soatgacha davom etadi. Migrenda bosh og'riq xurujlarini kelib chiqishida trigger omillarining o'rni juda ham katta. Chunki har qanday trigger omili migren xurujlarini qo'zg'atib yuborishi mumkin. Bosh og'rig'i xurujlarini keltirib chiqaruvchi trigger omillari haqida to'liqroq ma'lumotlarni bilishni istasangiz, kommentga bir raqamini qoldiring va men sizga to'liq ma'lumotlarni yuboraman.